Hurmatli obunachilar, navbatdagi kamera pechkamiz Farg'ona viloyati Yaypanga, Nursukka, Kenegasi qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yoqib, sinab, mana tortishlarigacha sinab berdik. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Mana yerga polga tashlab qo'yamiz. Tortishiga like bosib qo'yasizlar. Tutun qaytarmaydi, shamolda ham yoqaverasiz. Bemalol yoqib. Orqasi yonboshlari teshigi bo'ladi. Gazga, havo tortishga, ochib qo'ysa tez yonadi. Kuldoq kul tushishi bilan ko'rasizlar. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Oldi ko'rinishi, oldida turba bo'ladi, bunga zigzag o'tib ketgan. Farqi yo'q, devorda sinchma, penoblokning farqi yo'q, bizga o'rnatib, yoqib berilaveradi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Bir ham o'sha ekan devor, shuning uchun 5-5 chiqib qoldi mana. Orqasini o'zgartiramiz. Oldi ko'rinishi. Xizmatlar saloqga chiqaverasizlar. Uni abisovka ishlar bilan hamyonni olib o'rnatib yoqib beramiz. Videoga sement qon shepadan chiqadigan bo'lsa, gaz bitilib beradi. Qo'yganini olib o'rnatib yoqib beramiz. Videoga bir dona like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.